Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32 sessiyasida 58 nafar deputatlardan 48 nafari ishtirok etyapti. 10 nafar deputatlarimiz uzungi sabablarga ko'ra ishtirok etisholmayapti. Xuddi shuningdek, uzoq tumanlardagi deputatlarimiz tuman studiyalari bilan ham ishtirok etishyapti. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32 sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32 sessiyasi ochilsin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz bersalar so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birovizdan Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 32 sessiyasini ochiq deb e'lon qildi. Sessiyasida Xalq deputatlari, viloyat kengashining deputatlari, viloyat hokimining o'rinbosarlari, guruh rahbarlari, partiya vakillari, viloyat boshqarma va tashkilotlar rahbarlari, ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirok etmoqda. Xuddi shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Senati fan, ta'lim va tibbiyot masalalari bo'yicha qo'mita raisi Bahrom aka Ismoil Abdullayev ishtirok etyaptilar. Deputatlar amaldagi qonunlarga muvofiq sessiya kotibini ham saylab olishimiz kerak. 40-ulus saylov okrugidan Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Murat Anvarjon Himoyatovich sessiya kotibi etib saylash taklifi kiritiladi. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Anvarjon Himoyatovich sessiya kotibi etib saylansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan
tasdiqlandi. Marhamat, amaldan himoya qilish mumkin. Hurmatli deputatlar, endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun san'at komissiyasini saylab olishimiz zarur. San'at komissiyasi tarkibi quyidagi nomzodlar tavsiya qilinmoqda. San'at komissiyasi raisligiga 24-metan saylov okrugidan saylangan deputat Muratov Muhiddin Egamberdiyevich, San'at komissiyasi a'zoligiga 21-payariq saylov okrugidan saylangan deputat Hurmatova Nilufar Jarbulayeva hamda 13-Kindon saylov okrugidan saylangan deputat Abdullayev Mahmud Nasirovich. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa ovozga qo'yaman. Tasdiqlansin degan deputatlar hujjatlarni olib berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. San'at komissiyasi tarkibi bir ovozdan tasdiqlanadi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya kuni va ish tartibini ham tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi deputatlar va sessiya ishtirokchilariga tarqatilgan. Ish tartibi quyidagicha bo'ladi. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqa, savollar uchun 2 daqiqa, ma'lumotlar uchun 3 daqiqa. Kun tartibi bo'yicha viloyat kengashi doimiy komissiyalari, partiya guruhlari fikr, mulohaza va takliflar bildirishlari mumkin. Kun va ish tartibiga qo'shimcha takliflar bormi? Qo'shimcha takliflar bo'lmasa ovozga qo'yaman. Tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari tasdiqlangan reglamentga qat'iy amal qilishlarini so'rayman. Endi kun tartibidagi masalalarning muhokamasiga o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala ijtimoiy sog'liq muassasalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena tizimini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan Samarqand viloyati boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Qurbonov Rajabovichning hisoboti haqida. Marhamat, Rashid Rajabovich hisobot berishingiz mumkin. Assalomu hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yo'lida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 2020 yil 2-yanvardagi 116 farmonda ijtimoiy soha muassasalaridagi, umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena tizimini yaxshilash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 799-son qarori bilan atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi tasdiqlangan. Mazkur qaror bilan 2026-2027 yillarda ijtimoiy soha muassasalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo sanitariya gigiyena holatini yaxshilash va ijtimoiy soha muassasalaridagi jamoat hojatxonalarini sohaga ajratilgan davlat byudjeti mablag'lari hisobidan umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi mavjud hojatxonalarni bino inshootlarini balansda saqlovchi mablag'lar hisobidan yangidan qurish, qayta rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va jihozlash bo'yicha belgilab qo'yilgan. Hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, ruxsat bersangiz, sohalar kesimida olib borilgan ishlar bo'yicha to'xtalsam. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 18-dekabrdagi 799-son qarori bilan 2026-yil va 27-yillarda sog'liqni saqlash, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi ta'mirlanadigan va jihozlanadigan jamoat hojatxonalarining soni belgilangan va hozirgi kunda viloyat bo'yicha qarorda ko'rsatilgan jamoat hojatxonalarining aniq manzillari shakllantirilgan va qarorning 2 va 3 ilovasida belgilangan topshiriqning ijrosi ta'minlanmoqda. Qarorning 1 ilovasi 1 bandida
jamoat hojatxonalari uchun mavjud sanitariya qoidalari, normalar va gigiyena normativlarini xalqaro standartlarga muvofiq qayta qurib chiqish vazifasi belgilangan. Unga muvofiq 01.0025 sonli sanitariya qoida va norma jamoat hojatxonalariga loyihalash, qurish, suv ta'minoti, isitish, ventilyatsiyasi, tabiiy va sun'iy yoritilishi, jihozlanishi hamda foydalanishga doir sanitariya qoidalari, normalar va normativlar ishlab chiqilib, amalga tatbiq etilgan. Qarorning 1-ilovasi 2-bandida hokimliklarga, ijtimoiy soha muassasalaridagi umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi jamoat hojatxonalarini ta'minlash, rekonstruksiya qilish yoki yangidan qurish belgilangan bo'lib, bu borada viloyat turizm boshqarmasi va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ta'minlash, rekonstruksiya qilish yoki yangidan qurish lozim bo'lgan jamoat hojatxonalarining ro'yxati shakllantirilgan. Qarorning 1-ilovasi va 3-bandida jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena holatini yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish vazifasi yuklatilgan. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoat hojatxonalariga qo'yiladigan gigiyenik talablar va sanitariya gigiyena holatini yaxshilash uchun zamonaviy texnologiyalar bo'yicha sanitariya viloyat boshqarmasi shahar va tuman bo'limlari tomonidan videorolik va amalga oshirilgan targ'ibot ishlari ijtimoiy tarmoqlarga joylangan. Qarorning 1-ilovasi 5-bandiga jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena normalari va gigiyena normativlariga muvofiqligi bo'yicha davlat sanitariya nazoratining tadbirlarini o'tkazilgan. Unga ko'ra, tuman shahar tizimida jamoat hojatxonalarining sanitariya qoidalari, normalari va gigiyena normativlarining muvofiqligi ta'minlanganligi, zararsiz vositalar yo'qligi sababli hojatxonalarda kunlik va tozalash ishlari amalga oshirilmaganligi holatlari aniqlangan. Mazkur kamchiliklar yuzasidan 2025-yilda mas'ul shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 53-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Kamchiliklar aniqlangan 24 tashkilot kamchiliklarni bartaraf etish kunga qadar vaqtincha faoliyat to'xtatilgan hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti va umumiy ta'lim maktablarida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2012-yil 10-iyuldagi 200-sonli buyrug'iga asosan tibbiy ko'rikdan o'z vaqti o'tmagan 590 nafar ishchi xodimlar vaqtincha ishdan chetlatilgan. 2026-yil 5 oy davomida Samarqand viloyati bolalar va o'smirlar gigiyenasi bo'limining nazorat ostida 2025 ta ta'lim tashkiloti faoliyat olib bormoqda. Joriy yilning 5 oy davomida 1024 ta ta'lim tashkiloti nazorat o'tkazish rejasi kiritilgan bo'lib, shu davrda 1030 ta obyektda 983 ta reja asosida 97 ta rejadan tashqari nazorat o'tkazilgan. Shundan 301 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti va 656 umumta'lim maktablari nazorat o'tkazilgan. O'tkazilgan tadbirlar davomida aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo'yicha 474 ta muassasalarda faoliyat olib borayotgan mas'ullarga nisbatan ma'muriy choralar qo'llanilgan va 20 ta muassasa kamchiliklar bartaraf qilingan qadar ish faoliyati to'xtatildi. Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining hojatxonalari talab darajasida bo'lmagan ayrim tuman shaharlar, misol uchun Samarqand shahrida 1-chi, 2-chi, 4-chi, 6-chi, 7-chi, 11-chi, 67 va 79-chi sonli umumta'lim maktablarining hojatxonalari qoniqarsiz kapital ta'minida talab ahvolda. Joriy yilning 2026-yilda qurish va rekonstruksiya qilish bo'yicha maktab va maktabgacha ta'lim boshqarmasida jami 17 ta hojatxona, shundan 9 ta maktabda va 8 ta umumta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qurilishi rejalashtirilgan hojatxonalardan hozirgi 6 oy davomida 4 ta hojatxona qurilib foydalanishga topshirildi. Qolgan 13 ta qurilishi rejalashtirilgan hojatxonalar yilning oxirigacha, yangi yil 2022-yilgacha qurib bitkazilgan rejalashtirilgan. Sog'liqni saqlash tizimidagi jamoat hojatxonalari sanitariya holatini yaxshilash bo'yicha Samarqand viloyatida jami 64 ta, shundan 2026-yilda 9 ta va 2027-yilda 55 ta jamoat hojatxonalari
qurish va qayta rekonstruksiya qilish belgilab qo'yilgan. Bu 2025-yil 18 dekabrdagi shu 799-qarorning 2-ilovasida belgilangan. qaror 3-ilovasiga asosan undan bo'lgan shoxobchalar ta'mirlanadigan va jihozlanadigan jami 544 ta hojatxona tashkil qilib, shundan 2026-yilda 189 ta va 2027-yilda 355 ta ta'mirlash belgilab qo'yilgan. Yo'l bo'yidagi viloyatlararo yo'l bo'yidagi jamoat hojatxonalari 42 dan tashkil qilib, shundan 2026-yilda 12 ta va 2027-yilda 30 ta jamoat hojatxonalari qurish, qayta rekonstruksiya qilish va jihozlash belgilab qo'yilgan. Sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha bugungi kunda viloyatimiz aholi 41 ta shifoxonalar, 13 ta respublika ixtisoslashtirilgan markazlar, viloyat filiallari, 10 ta viloyat muassasalari, 13 ta shahar va tuman markaziy shifoxonalar, 16 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalar, 70 ta oila pansionati va 164 ta oilaviy shifokorlik punktlari, 250 ta mahalla tibbiyot punktlari hamda 690 ta xususiy kliniklar tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Viloyatimizda faoliyat olib borayotgan davolash profilaktika muassasalarida joriy yilning o'tgan 5 oy davomida sanitariya boshqarmasi tuman va shahar bo'limlari tomonidan jami 332 ta davlat profilaktika muassasalarida davlat sanitariya nazorat tekshiruvi o'tkazilgan tekshiruvlarning 318 tasi davlat kasalxonalar obyektlar bo'lsa, qolgan 14 tasi tadbirkorlik suriga o'tkazilgan. O'tkazilgan tekshiruv yakunlari bo'yicha 20 ta davolash profilaktika muassasalarida sanitariya talablari rioya qilmagan hamda muassasalar hojatxonasida kunlik tozalash zararsidan chiqishlari o'z vaqtida olib borilmagan va bir qator kamchiliklar aniqlangan yuzasidan faoliyati vaqtincha to'xtatilgan. Aniqlangan kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilish yuzasidan 15 ta davolash profilaktika muassasalari rahbarlariga taqdimnoma kiritilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 2012-yil 10-iyuldagi 2 sonli buyrug'iga asosan tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tmagan 136 nafar tibbiyot xodimlariga ogohlantirish berilgan. Sanitariya epidemiologik dezinfeksion tadbir qoidalariga rioya qilmasdan ishlab kelayotgan 194 nafar tibbiyot xodimiga ma'muriy chora qo'llangan. Joriy yilning 5 oyi davomida viloyat, shahar va tuman prokuraturasi bilan hamkorlikda rejadan tashqari 13 ta, viloyat politsiyasi markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda 18 ta rejadan tashqari tekshiruvlar o'tkazilib, barcha o'tkazilgan tekshiruvlar yakunlari bo'yicha kamchiliklar bartaraf etish yuzasidan muassasa rahbariga sanitariya taliqnomalar berilgan. Boshqarmaning shahar va tuman bo'limi mutaxassislari tomonidan joylashgan xalq ta'limi va sog'liqni saqlash tizimi faoliyat olib borayotgan ishchi xodimlar ishtirokida amaliy yordam ko'rsatish maqsadida hojatxonaning sanitariya holatini, ulardan kelib chiqadigan kasalliklar yuzasidan seminarlar tashkil etilgan. Jamoat hojatxonalarini maktabgacha maktab ta'limi, sog'liqni saqlash tizimida jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena holatini yaxshilamaslik, ya'ni talabga javob bermaslik bo'yicha o'tkir virusli gepatit turining kasallangan bemorlarning ijtimoiy kasbiy tarkibi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga uyushmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda va maktab yoshidagi bolalar soniga to'g'ri keladi. Maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida ertalab filtrlar kunlik ko'rik, termometrga to'g'ri kelmagan, tashkil qilinmagan sinflarda yoki guruhlarda bolalarni qabul qilishda bolalar soni sanitariya qoidalari talablariga ko'ra qabul qilmasligi, ta'lim muassasalarida namli tozalashlar muntazam o'tkazilmasligi, xonalar yetarlicha shamollatmasligi, oshxona va hojatxona oldida qo'l yuvish uchun to'liq sharoit yaratilmaganligi sababli 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan va maktab o'quvchilari kasalliklarning yuqori ko'rsatkichi ro'yxatga olingani kuzatilgan. Birlamchi tizim, ya'ni patronaj xizmati tomonidan uyma yurish ishlari davomida bemorning erta aniqlanmasligi, aholi o'rtasida virus gepatit A turi bo'yicha targ'ibot ishlari to'liq yo'lga qo'yilmaganligi sababli bemorlarda qachon sariqlik paydo bo'lganidan so'ng kasallik aniqlanib shifoxonaga yotqizilgan.
kasallik nomidagi sifatida gumon qilingan shaxslar, ayniqsa klinik belgilari namoyon bo'lmagan chuqurlashtirilgan klinik laboratoriya tekshiruvlaridan aniqlash uchun oshxona va hojatxona oldida qo'l yuvish uchun to'liq sharoit yaratilishi, kasallikni tarqalishini oldini olishga qaratilgan targ'ibot ishlari kuchaytirish maqsad qilmoqchi bo'ladi. Axborot yakunida deputatlarimizdan hamkorlik qiladigan ishlarimizga yordam so'rab qoladi. Marhamat. Hamdardlar savollar bor, marhamat. O'zlarini tanishtirib. Седьмой округ. Значит, у меня первый вопрос. Уличная торговля. Мы знаем, что сейчас это очень развито. Как вы контролируете уличную торговлю? Это первый вопрос. Второй вопрос. Борьба с крысами и мышами. Конкретно в торговых точках. Лично я была в Агроправо, магазин вы, наверное, знаете, да, Агроправо. Там лазят крысы. Там прямо продукты, вот я лично видела. Как? Это второй вопрос. Третий. Школьные туалеты. Это больной вопрос, вы вот задели, что делаете ремонт и все такое прочее. Вот 13-я школа, пожалуйста, зайдете в туалет невозможно, там учатся наши дети. Четвертый вопрос у меня такой, транспорт. Только электромобили у нас идут чистые, остальной транспорт ужасно в антисанитарном состоянии. И пятый вопрос, мусорки. Это тоже больной вопрос по Самарканду. Пятый вопрос. Спасибо. Birinchi savolingiz bo'yicha o'sha muloqot shoxobchalarida bizlar hozirgi kunda to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatini cheklab qo'ygan. Chunki tadbirkorlik subyektiga biz biznes ombudsman orqali kirish huquqi berilgan. Agar ular bizlar bilan shartnoma qiladigan bo'lsa, dezinfeksiya yoki boshqa dezinfeksiya bo'yicha shartnoma qiladigan bo'lsa, biz qo'limizdan kelgancha qilamiz. Ikkinchi savolingiz bo'yicha shu magazinlarda sichqonlar yuradigan, u ham xuddi shunaqa. O'sha bizlar o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri borib dezinfeksiya qilish huquqiga ega emasmiz. Chunki ular ariza bilan chiqib bizga murojaat qilsa. Chunki ular tadbirkorlik subyekti. Tadbirkorlik subyekti ertaga biznes ombudsman bilan mana shu noto'g'ri tadbirkorlik subyektiga kirish yoki belgilanmagan tartibli bo'lsa, o'sha bu kechirasiz, ahmoqchilikka bu. Sanitariya masalasiga borib kelganda meni ruxsatim bilan kirib tualetimni ko'radiman. Qonunchilikka kiritish kerak, taklif berish kerak. O'shani bu. Samarqand Jumhuriyat turistlar shahri biror joyda normal tualet yo'q. Biror joyda namunalar hech qayerda yo'q. Maktablar rasmiy chiqib yotibdi. Hech qayerga qaramasdan uka. Bitta bo'lmaning o'zida nimalarni pishirib sotmaydi bolalarga. Ishlamaysiz sizlar. To'g'ri, chunki bizlar o'sha hojatxonalarda yo'l qo'ying, gap qo'ying, bu hisobotni o'zi ham avtoxona hisobot kechirasiz. Sanitariya masalasida biror tanishar joy yo'q. Men 40 yil oldin Germaniyada ko'rgan narsam 40 yildan keyin bugun menda hali yo'q. Qo'yinglar, joyda gapirma kerak yo'q. Namunaning birorta tualet yo'q. Mana trassa bo'yicha yurasa, международный trassa bo'yicha. Zapravkasi bor, magazin bor, bo'yniga qo'y, bir haftada qiladi. Bunga namunasini berish kerak, chizmasi bilan stroy materiallarini ko'rsatish kerak hatto. Rasman radda bo'lyapti tamaji. Bu to'g'ri kechirasizlar emotsiya uchun bo'lishi mumkin. Men madaniyatli xalqman, men ozoda xalqman, tarixan, lekin meni hojatxonam mutlaqo meni madaniyatimga to'g'ri kelmaydi. Oshxonalarni gapirmayman o'sha. Bularga chiqqanda pirashka pishiryapti sasitib, u yoqda 25-marta pirashka pishiryapti. Pulini olib yo'q tashlasizlar mana sana. Mutalchilik. Bunchalik emas, 21-asrda yashayapmiz o'rtoqlar. Opa to'g'ri deyaptilar. Hamma punktlari to'g'ri. Hammasi. Kalamush, shkol, boshqa narsalar, o'zgarchilik qanday ruxsat berilgan kirishib kerak ekan-da. Buni yozib berishimiz kerak. Bo'lmaydi bunaqa narsa. Shurada.
E'tirozingiz Ahvol yaxshi emas, mana bizlar iqlim og'ir joy, issiq joy, kasallik tarqaladi, infeksiya tarqaladi. Bolalar maktabga chiqadi, qo'lini yuvmaydi, hojatxonalar ayol bosib kirib bo'lmaydi ichiga. Odam cho'kib qoladi tualetga ichiga. Şimdi davlatda narsada to'g'ri. Ma'lum hisobot berishga kelganda ular ba'zi bir detallarni ishlarida, qonunda o'shani ishlarida bizga mumkin emas. Lekin o'zlariga kerak bo'lsa mumkin bo'ladi. O'zlariga kerak bo'lsa borib, kerak bo'lsa haligi odam to'ntaram qiladi, yo'ldan tashlaydi, boshqa qiladi. Lekin yo'lni axtarish kerak. Agar endi shahar, butun shahar, viloyat sanitariya holatda bo'lsa-da, eda ses deganlar nima kerak bor, u kirolmasa-da, agar o'sha holatda bartaraf qilinmasa nima kerak bor, bu tashkilotga o'zi nima kerak bor. Sizlar bilan joyga bundan chiqasizlarmi yo'qmi? Biz chiqqanmiz bu bo'yicha o'sha Kimga chiqqansiz? Respublika qo'mitasi. O'sha bo'yicha hozir karantin boshqarmasi veterinariya va bizlarni qisman nimamiz bilan milliy qo'mita tashkil qilyapti. Qaror bo'yicha o'sha bo'yicha vakolatli organ sifatida bizga nima beradi? Vakolat beradi. Qanday vakolat beradi? O'sha to'g'ridan to'g'ri kirib, o'sha tadbirkorlarni nazorat qilish. Tadbirkor emasmi? Siyosatda o'zini huquqlari bo'lishi kerak-da. Bu sog'liq haqida gap ketyapti. Ozodalik, tim bo'lib biz turizmni rivojlantiryapmiz O'zbekistonda 10 yildan beri. Bu narsa ahmoqchilik, qip-qizil ahmoqchilik. Men tushunaman, revizor kirmasligi kerak, militsiya kirmasligi kerak. Sirk hamma joyga kirish kerak. Bog'cha, maktab, oshxona, tualet, davrish. Shu bo'libdi. Davlat to'g'risida lekin oddiy mana ta'lim muassasalariga o'sha Vazirlar Mahkamasining 352-qarori bo'yicha 6 oyda bir marta kiritishga ruxsat berilgan. O'rtoqlar, kechirasizlar-da, o'shani ham bir odamlar yozganda, O'shanda o'tirgan odamning tualeti tozadir, kissasida puli ko'pdir. Bizlar mana mahalliy kengash yozib senatga chiqishimiz kerak sho'rada-ku. Mana bu siyosatda falon qoidalarda nomuvofiqlik bor. Bu noto'g'ri narsa, indamay o'tirmasligimiz kerak. Bularga qulay keladi, ishlamasa ham bo'ladi. Siz bir zamonlar bilasizmi, eng grozni tashkilot bo'lgan. Siyosatni ko'rmasa ayolni qadam qilish kerak odamlar. Buncha darajada ayni sanitariya bo'layotgan hamma islohotlarni oldida bizadagi mana bu tualetlarning ahvoli ikki turga qimmat. Va shu to'g'ri. Tarixiy oldida men butun dunyoda me'mor aytyapman. Tualetga kirib bo'lmaydi. Kendisi to'g'ri, mana bu ham zapravkalar. Zapravkalar bir vaqtlar shunday talab qilindiki, hamma o'sha hojatxonalar talab darajasiga olib kelingan. Hozir shunday ahvolga kelganki, bir kirsangiz uyga bir azar qilib qolsangiz, ustingizda kastam pulingizni almashtirishingiz mumkin. Shunaqa bir holatga kelib qolgan. Men ko'p daraga o'zim kirib ko'rdimda, ilgari haqiqatdan mana o'zimiz ham ishlagan paytimizda aytaylik gaz zapravkami yoki bo'lmasa benzin zapravkami bo'lgan birinchi navbatda o'sha hojatxona masalasi kundalik qo'yilib bizlar borib birinchi o'sha yerda ko'rardik. Hozir bilmayman, hech kim ko'rmaydimi yoki bo'lmasa boyaga aytgandek sizlar kirolmayotgan bo'lib qolgan, ular xohlaganicha nima deydi? Tashlab qo'ygan. Tozalash yo'q. Marhamat, yana kimda savollar? Marhamat. Mikrofon. So'zlarga uyushtirib bergan nimalar zamonaviylariga qo'shimchalar uchun ham men narsa aytmoqchi edim, uzr so'z. Mana shu keyingi paytlarda ko'chada qo'ldan go'sht olish o'ta xavfli darajaga aylanib qoldi. Buni kim nazorat qiladi? Kasal molni olib kelib, shuni sotadi, pechatni pul berasizlar. Hammalar. Pechatni turib ko'rsatishadi. Ilib yotibdi. Dehqon bozorlari yoki ko'cha bo'ylaridagi qassobxonalar, hojatxonalar bu yoqda tursin. Ovqatlanish tizimida bironta normalniy yo'q bozorlarda. Sanitariya holati. Shu o'rinda balki bizga ham bir yordamimiz kerakdir. Imom Buxoriy majmuasi mana juda katta majmua, juda katta massada turistlar keladigan joy. Hojatxona, qaroqxona, turli o'qitish bu bizga menimcha juda ma'qul kelmaydi bu narsa. Bu katta maskanda platni tualet ishlatish. Yana bu ham 5000 so'm qo'yibdi. Bu masala to'g'ri talab bitirish bu masalada yana hozirga Shu
Shunda, Shu o'ziga javob bersam katta gap. Buni haligi masalasi alohida masala. shu masalani ham bir ko'rish kerak degan taklifim bor. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar. 34-chi Oqtosh saylov okrugidan Navron Bobloqxonov. Endi hozir mana yuqoridagi mulohazalardan bilinib turibdiki, ish faoliyatingizda unchalik o'zgarish sezilyapti-da. Mana doimiy komissiyada biz muhokama qilganda ham bir nechta savol bergandik. Ya'ni siz aytyapsizki, boya bitta joyda 22 ta muassasa faoliyat to'xtatildi, biz yana bir joyda 21 ta faoliyat to'xtatildi. Qaysilari faoliyat to'xtatildi? Buni bilaylik. Balki u sizni faoliyatni to'xtatganingizda qani yana ishlayotgandir umuman. Keyin 477 ta ma'muriy chora ko'rildi deyapsiz-da. Ma'muriy chora umuman bir chora sifatida bir ta'sirchanligini yo'qotgan ekan. Mana ustozimiz aytgandek, biz kengash tomonidan hammamiz bir taklif bilan haqiqatdan senatga chiqaylik. Bu darajada. Endi Samarqand viloyatida ahvol biroz og'irroq. Men Toshkentdan kechasi kelayotib, taksida Jizzaxni o'sha yoqilg'i quyish shoxobchalarida bo'lganimda ahvol juda ham yaxshi. Rostdan o'zim ko'zim bilan ko'rib ishonch hosil qildim. Shunaqa chiroyli qilingan. Bizlar ham Samarqand endi turizmning markazi. Biz butun dunyoga ochadigan narsamiz shu yerda. Kelgan turistlarga biz hamma chiroyli joyni ko'rsatib, oxirida keyin uni ko'ngilda ta'bini xarob qilib jo'natishimiz kerak emas. Keyin yana bitta masalaki, bir nechta tumanlarda gepatit A bilan og'rish holatlari bolalar orasida ko'payib ketgan. Buni birinchi sababi o'sha maktabdagi o'sha holatni umuman e'tiborsizlikda oqibati. Demak, ta'sirchanroq bir choralar ko'rish haqida taklifim shundan iborat. Siz o'sha savolimga o'sha qaysi tashkilotlar yopildi va o'shalarga ma'muriy chora ko'rildi? Bu yerda tashkilot ro'yxati yo'q, agar bo'lmasa ta'lim qilaman. O'tgan safar so'ragan. O'sha 20 ta tashkilot muassasalari kamchilik bartaraf qilinganligi bo'yicha vaqtinchalik yopilgan. U boyagi kasallik ko'paygan sababi o'sha men yuqorida aytdim, Vazirlar Mahkamasining 352-qarori bo'yicha 6 oyda bir marta tekshiruv o'tkaziladi. O'shanga endi oddiy eng nimasi bizlarda o'sha hojatxonaning oldida qo'l yuvish sharoitlari yaratilmagan. Endi o'sha qo'l yuvish sharoitlari yaratilganligi bu o'sha Maktabgacha ta'lim boshqarmasi o'sha direktorlarni mas'ul nimasiga to'g'ri keladi. Aslında sağlıkçı aytyapsiz, shifoxonalar shuncha davlat shifoxonasi, shuncha davlat shifoxonasi yana shular qatorida xususiy shifoxonalarni tekshirib bekilgan hisobot beramiz. Agar xususiy shifoxona bo'lsa, u ham tadbirkor. Nima uchun bu tadbirkorni xususiy tekshirishimiz mumkin? Boshqasi tekshirish mumkin emas. Misol uchun mana shunaqa guvoh bo'lyapmiz, bizlar klientimiz issiq klient. Hani hozir ko'chada savdo magazinlarni ko'rsangiz, kecha kunduz 24 soat ishlaydi. Magazinning ichkarisidan tashqarisi 10 metr, 20 metr chiqib ketgan hammasi. Ichkarida muddati o'tib ketgan, suv o'tib ketgan mahsulot haqida gapirmasam bo'ladi. Ichida tarakan yoki ona kalamush boshqa narsa. Sizga hozir mana hurmatli deputatimiz savol bergan paytda siz shartnoma tuzsa degan gapingiz. Masalan, ikkinchi tarafini aytyapsiz. Birinchi navbatda o'sha o'tib ketayotgan paytda tadbirkorga mana bu mahsulotni saqlash muddati yoki saqlashda sharoitlarni ta'minlamabsan degan qanday bir savol berish kerak. Bunda mana hozir qaraydigan bo'lsak, bitta mahalla kunni bo'ylab qolib ketdi. Bitta mahalla kun nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi. Mana kelyapti, masalan, mana mahsulotni sotib ketgan ekan, bu ekan deganda sotib olayotgan xaridor hech narsa harakatsiz qolib ketdi. Asesda hozir harakatlarni qaraydigan bo'lsak, siz faqatgina davlat tashkilotlari bilan chegaralanasiz. Davlat tashkilotlari bilan chegaralab qo'ygandan keyin endi nima bitta javobgar o'sha maktabda direktor bo'ladi yoki o'sha bolitsiyalik lavrach bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Yonida turgan 25 ta do'kon, 25 ta oshxona hammasi qolib ketadi. Bu nima adolatsiz bo'lib qoladi. Aslida olib qaraydigan bo'lsak, o'sha bolitsiyani ichiga kiritadigan, o'sha maktabni ichiga kirzaladigan kasallarga o'sha muddat o'tib ketgan narsa shu yonidagi do'konda sotilayotgan mahsulot aslida. Agarda siz bular sohada o'zgarish qilmaydigan bo'lsalaringiz, bu faqatgina karantin metodida ish borish hech qanday rezultat olib kelmaydi. Umuman rezultat. Faqatgina o'sha davlat xodimlari ishga qo'yilgan bez qolish bilan tamom. Rezultat yo'q. O'shalarga menimcha mana bu juda muhim narsa, oddiy narsa emas. Ya'ni hozir butun tartibdagi masala oddiy narsa emas. Bu usulda bor, to'g'ri 50 yil oldin samboda ishlaganimda loyihaviy konferensiya o'tkazardilar.
xorijdan bemorlar keladi, kirib chiqadigan bitta tualeti yo'q. O'rni yuzida ishlarni ustidan o'tish kerak edi, ayog'i to'yib ketsa, 3-4 kun sasib yurasan. Hozir katta o'zgarish bo'lgani yo'q shaharda. Hozir katta o'zgarish bo'lgani yo'q. Ko'rish kerak, birinchidan o'sha sanitariya o'zi qonunning ichiga kiraylik. Biz prosta bu odamni quloq solgan masala bo'lmaydi. Tegishli komissiyalarimiz bor. 3-4 ta aqlli ekspertlar o'tirib o'sha nizomlarni, qoidalarni ko'rish kerak. 20 yil 30 yil oldin qabul qilingan noto'g'ri qoidalar bor. Mana kecha bizlar qo'mitada Bezarovda 3-4 marta bitta ahmoqona qonun loyihasini qaytaryapti. Chista korrupsionni qo'ydi. Ochiq gapiryapmiz, baribir qaytarib chiqishtirib olganmiz biz. Bir yarim yildan beri o'sha. Birlik shunaqa bo'lishi mumkin. Ko'p qoidalarimizda korrupsion tegirmon turibdi. Kimdir o'zini maqsadida qilgan. Meni toza saqlash, meni uzoq yashashni o'ylagan joydan kam. Chunki biz ko'raylik, quruq qilib o'sha hisobotni qabul qilish bilan bo'lmaydi. Bu narsa bahona. Qonunni ko'taraylik, nizomni ko'taraylik. Qayerda haligi tozalikni saqlashga qarshilik ko'rsatadigan qanaqa qoidalar, nizomlar bor. Shu tartibni beraylik senatga, ko'rib chiqadizlar. Shunaqa bo'lyapti. Qonun 5 narsa yo'q-ku. Vaziyat ko'rsatyaptiki, ahvol yaxshi emas. Bu shaytiyaptilarki, meni qo'lim bog'langan deyapsiz, balkim gapi to'g'ridir. O'sha qo'lni ochish uchun bizda vakolat bor shunaqa. Mahalliy kengashda biz chiqishimiz kerak. Tamom. Hozir mana kecha qo'mitamizda ham bu gap bo'ldi. Tibbiyot institutini bitirgandan keyin unga amaliyot bilan shug'ullanish uchun u vazirlik qoshidagi komissiyaga o'tish kerak edi. Buni двойное налогообложение. Bir marta pul to'laydi, institutga kirayotganda, ikkinchi marta pul to'laydi, kimlarga pora beradi konsa konsa. Pul to'laydi, u haligi amaliyotga o'tish uchun sertifikat olish uchun. Ko'p kunduz kuni bo'layotgan narsa. To'xtatib turibmiz, o'tkazmayapmiz. Shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin to'g'ri. Kim bo'lib tozalik haqida gap ketyapti. Shu gapda ishlasa yo'q, ishlasa qilolmaydi. Agar gapirib bo'lsa. Endi bitta masalada hozir mana shu darsni eshitmaganimda mana shuncha fikrlar paydo bo'lmagan bo'ladi. Demak, shu narsa bizga uchun zarurat paydo bo'lmasa, qonun ham qabul qilinmaydi, qaror ham qabul qilinmaydi. Zarurat paydo bo'ladi-da, mana hozir zarurat paydo bo'ldi. Biz bugun mana kelishib olgan holda, mana doimiy komissiya bilan o'tirib, bularning dardini qara, 1, 2, 3, 4 qani sizlarga qanday qulayliklar yaratsak, ular to'g'ridan-to'g'ri kirib, o'sha kamchiliklarni bartaraf etadi. Shuni bir qog'ozga tushirib, biz qonunchilik palatasiga o'zimiz taklifimizni kiritaylik, ular Samarqand viloyat kengashining taklifini kiritaylik. To'g'ri bo'ladi. Hozir qani studiyadan balki bir fikr bildiradigan yoki bir savollar bordir, eshitaylik. Kim Assalomu alaykum. Viloyat kengashi deputati Zafar Mirzaxonov bo'lib taklif menimcha dokladchiga mana ilgari maktablarda maktab hamshiralarida nazoratini tibbiyot olardi. Hozir mana bu yangi sug'urta sistemaga o'tganimizdan buyon maktab hamshiralari nazoratdan chetga qolib ketishdi. Natijada mana hozir Urgut tumanida biz 55% oshgan gepatit A. Haqiqatan maktab hamshiralarida nazorat yo'q. Ular o'z holicha ishlayapti. Tibbiyotdan nazoratda chetga qolgan siz tomonidan nazorat yo'q. Natijada kasalliklar ko'paygan, haqiqatan antisanitariya. Bundan tashqari mediklar tarqalishyapti. Avvalgi sistemasi o'rnatilgan. Video orqali onlayn variantga tibbiy ko'rikdan o'tkazmoqda. Shuni hal qilishga tibbiyotlar kelishiga holatda qilamizmi? Amaliy yordam berishni so'rayman. Maktabdagi bu holatda tualetga ham boshqaga ham hamshiradan qisman bo'lsa ham talab qilinsa bo'ladi. Ilgari shunaqa qilinar edi. Shuni taklif qilmoqchi edim. Rahmat e'tiboringiz uchun. O'sha maktab va bog'chalarda asosan stavkasi ko'proq. O'sha 8:30 dan keyin 5 gacha o'tiradi. Lekin maktabda biz ham o'sha nazoratga borganimizda o'sha sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan yoki qishloq vrachlik punktisi tomonidan o'sha hamshiraga biriktirib qo'yiladi. Boya aytganingizdek, e'tirozingiz to'g'ri, u hamshira to borib maktabni o'rgangancha uni nimasi tugab qoladi, stavkasi. O'shanga biz u hamshirani
nima qilishga, ya'ni mas'uliyat nima qilishga nimamiz yo'q. Chunki u obzirab xalqda, sog'liq saqlash. Ben şunu organ halklar belki maktab hamşiralar degan stavka bor. Ular oyladi hammasi. Ayrim maktablarga vakan lekin ko'p joylarga hamshira bor. Ular faqat maktabda shug'ullanadi. Boshqa joyga tibbiyotga biriktirilmagan. To'g'ri, bu bo'yicha sog'liq saqlash bilan gaplashib olamiz. Chunki hammasi nazorat o'tkazganimizda o'zim guvoh bo'lganman. Bitta hamshiraga 2-3 maktab biriktirilgan. Bu hech qanday fizikasiga ustud qilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatli senatorlar, hurmatli ishtirokchilari. Biz 22-iyun kuni doimiy komissiyaning a'zolari bilan haqiqatan ham shu ijtimoiy soha muassasalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi jamoat hojatxonalarini sanitariya gigiyena tizimini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida qaror ijrosini muhokama qildik. 2,5 soatlargacha muhokama qildik. Shu muhokama asosida keyin yana o'zimiz doimiy komissiyaning a'zolari bilan shunday qarorga keldim. O'zim siz faqat nazorat qiluvchi organda, masalan, hozir bulardan talab qilishimiz yaxshi, to'g'ri, ularning o'zini funksiyasini 100% bajaryapti deya olmaymiz. Lekin aylanib borib qarasak, baribir mablag'ga taqaladi. Misol uchun, o'sha kuni doimiy komissiyada men maktabgacha maktab ta'lim muassasasidan mutaxassis va moliyada mutaxassis chaqiruvdim. Moliya boshqarmasidan 799-qaror haqida gap ketyapti-da, bu yerda 799-qaror 2025-yil chiqarilgan. 2026-2027 hojatxonalarni rekonstruksiya qilish haqida aytilganda, biz rost temadan ozgina chiqdik, reglamentdan ham chiqamiz. Men bitta narsani aytmoqchi edim, hozir hurmatli Shuhrat Berdiyevich. Baribir mablag'ga taqilgandan keyin biz bu yerda gapirganimiz befoyda bo'lib qoladi. Men moliyadan so'rasam, moliya boshqarmasidan hech qanaqa u 799-qarorda tasdiqlangan davlat nima deydi, respublika budjetidan mablag' ajratiladi. Bu rekonstruksiya qilishga, ta'mirlashga, suv chiqarishga, maktablardagi hamma hojatxonalarni ta'mirlashga degan joyga hech qanaqa savolga javob bera olmadim. Agar hozir moliyadan kelgan bo'lsa, aytsin bizlarga, biz budjetni birinchidan qancha pul tasdiqlaganmiz, 2026-yilda qancha u rejasi ham berilgan. Har bitta sohani rejasini даже 60 bitta maktab, 25 ta sog'liqni saqlash deb yozib qo'ygan. Lekin 6 oyda nima ish qilingan, qancha mablag' ajratilgan, o'sha mablag'ni kim tasdiqlagan, viloyat hokimiyati nima ish qilyapti, umuman savollarimizga javob olmadi. Shuning uchun bu kishi bir o'zi nazorat bilan hech narsaga erisha olmaydi. Rustam Rais to'g'ri aytyapti. Bu kishi masalan 1000 marta o'qishganimiz bilan, tayyorlaganimiz bilan borib mablag'ga taqalyapti. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, moliyadan kelgan bo'lsa, o'sha kun bironta savolimizga javob bera olmadi. Qachon mablag' ajratilgan bunga? Budjetdan qancha mablag' ajratilgan? Chunki respublika budjetidan ajratilgandan keyin mablag' yo'q deyishyapti. Qani, kim tasdiqlagan? Nima uchun o'sha 6 oy mobaynida qancha qilinish kerak? O'zi faqat 2026-2027ga berilgan bo'lsa, u Vazirlar Mahkamasining qarori. O'sha mana 1,5 yil vaqtimiz qoldi. Bizda ham bironta ish bo'lgan. Iqtidorlar hisobotimizda o'sha kuni ham aytdim. Tibbiy ko'rikdan o'tmagan, u degan gaplarimiz havoyi gaplarda maksimalni chuqur tushib qarang. Raz mablag'ga taqalyaptimi, moliya javob bersin. Nima uchun mablag'ni biz tasdiqlamaganmiz, nima ishlab qilyapti? Men bizlarga doimiy komissiyaga kerak bo'lsa har chorakda, har oyda nechta mana hojatxona mana shu Vazirlar Mahkamasining qarori asosida ta'mirlandi. Bu bunchada qancha ta'mirlanadi, qancha mablag' ajratiladi, o'sha hammasini hisobotini bersin. O'sha kuni biz savolimizga javob ololmadik. Marhamat, so'z sizga aytaylik. Aybek Xolmat. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli do'stlar. Hozir 799-sonli qaror tasdiqlangan 25-yil konstitutsiyalari yozilgan. Bu mablag'ni manbasi bu respublika budjeti aniqlangan. To'g'ri, faqat hojatxona dasturi qilingan 25-26-yil. Mahalliy budjet etib belgilanmagan. Shu nuqtai nazardan mana Qaftan boshqarmasini o'rinbosari, tinchlik o'rinbosari bizda mahalliy budjet bo'lmagani uchun respublikadan programma bo'lib ajratilishi kerak. Hozir bu bo'yicha mablag' ajratilmagan bularga. Ajratilmagan narsaga shuncha muhokama. Shuning uchun, ikkinchi masala, agar ichki imkoniyatdan kelib chiqqan holatda har yili qo'shimcha manbadan yoki parametrdan tasdiqlangan parametr doirasida mana shu yil ham dasturimizda bir 25 ta 30 taga yaqin ichki imkoniyatdan dasturga muvofiq maktablarni qilamiz.
tumandagi ismni olayotgan kuz dastur tasdiqlanadi. Shunga muvofiq agar ruxsat bersalar, ya'ni inventarizatsiyada mablag' masalasi bo'yicha qo'shimcha tarzda respublikaga oydinlik kiritish mumkin. Bizda 6 oy mobaynida hech narsa ish bo'lmaydi. Bu masalasi qilishimiz ham kerak emas ekan. Bu narsani. Yo'q, razbor qilish kerak. Agar razbor qilmasak, qayerdan bilardik? Shuncha kamchilik borligini. Bugun kimdir yig'lash kerak-da, yig'lamasa kim sut beradi? Ona sut bermaydi deydi. Bugün mana shu narsa ko'tarildiki, bugun mana shuncha bitta komissiya tuzilgan mana shu demak holatni bartaraf qilish, amaliy yordam berish bo'yicha respublika aytaylik vazirligiga bularda kerak bo'lsa Oliy Majlisga qayerga biz chiqsak shu masala hal bo'ladi. Mana moliyachilarga ham taklif qiladi. bizlar o'zimiz bosh-bosh bo'lib yordamlashamiz. Mana yordam beradi, qarab o'tirmaydi. Faqat buni boshlash kerak-da. Buni hozir bugun so'z bermasak, bu odam haligi nima deydi? Qiynalmaganda hozir hech kim bilmasdi, ularda dardi og'ir ekanini. Yo, bu yerda faqat 799 da faqat ijtimoiy soha maktab emasda, bu yerda umumiy obodlan shaharchalari bor, ularda avtomobil yo'llari bor. Ular bilan Ko'chadan tashqari o'zlarimiz hisobdan qilinish kerak. o'shani kim nazorat qilish kerak? Mana shu masalalarda endi aytyapmiz, hozir bular kirolmaydi-da, aytaylik xususiylarga sen mana buni qilasan, mana buni qilasan aytolmaydi. O'sha kuni bularni yozib bersa, o'sha haligi oliy ma'lumotda 4 ta ishchi o'sha kuni ishdan ketadi. O'sha kutib o'tiribdi ba'zi birovlar shu qachon shuni berar ekan. Endi haligi bu tadbirkorlikka to'g'ri endi boshda shunday nima deydi? Ko'zni yumishga ham to'g'ri keldi og'aylar. Ko'p kamchiliklarga ko'zni yumishga to'g'ri. Endi asosdan bartaraf qilish ham kerak-da endi. Endi bu bilganini qiladi, kerak bo'lsa xalqni zaharlab o'ldiradi degani emas, bu tadbirkorlik degani. Shunda qabul qilmas kerak. Bugun endi kerak bo'lsa jilovini aslan topish kerak. İşte boshlash kerak-da, birinchi o'rinda. Chunki Boshlashga sizlar chiqishlari kerak. Sizlar chiqishlari. Bormi eskidan boshlagan. Men bor juda murakkab masala-da bu. Hozir bu kishiga qancha gapirsak ham foyda qilmaydi. 1200 dan ziyod maktab bor. Moliya aytyaptilarki, yiliga 20-25 ta maktab. Bu degan 60 yil kerak emas. 60 yildan keyin balki bungacha bu toiletlar nasos chiqib ketadi. Bu bitta maktab bitta muammo. Yo'l yoqasidagi toiletlar boshqa uni manbalar bor, o'shanda zapravshik bor, magazin bor, toshmat bor. Bunga mahalliy hokimiyat aralashmaguncha bizni mahalliy kengashimiz o'tirib olib, bir reja qilib, masalani qo'ymaguncha bular masalani yecha olmaydi. Tizimli narsa bo'lishi kerak. Dastur qabul qilishimiz kerak, hokim qilib yordam qilish kerak, moliya nima yordam qilish kerak, mintinga chiqish kerakmi yo'qmi? Samarqand bugun turizmning qoq markazi O'zbekiston bo'yicha. Bu namuna bo'lishi kerak. Jizzaxdan yo'lda Samarqanddan kirgandan to Buxoro chegara, Navoiy chegarasigacha hamma toiletlar, maktablar, hammasi boshxonalar zo'r bo'lishi kerak. Ana shuni amalga oshiradigan bitta dastur qabul qilishimiz kerak. Kerak bo'lsa, bu yerda kengashda tasdiqlab olishimiz kerak. Bu kavaleriyskiy naskokun bo'lmaydi. Minfiga hech qachon pul bermaydi. Pul yo'q chunki. Qachon so'ramasa pul yo'q. Bu ananas chunki qancha qarorlar tagida pul yozilgan berilmaydi. O'nlab ta'lim bo'yicha qarorlarni aytishi mumkin, pulli qismi kesib tashlanadi. Tamom. Однозначно. Biz pulsiz ta'limni ishlab qolamiz deb 30 yildan hech qachon bo'lmaydi. Bedarak. Nima o'xshagan narsa, chunki ular uchun ishora qilish qiyin masala. Berolmaydi o'sha pulni ular. Savol bu 1200 ta maktab. 1200 ta maktab toilet yashaydi. Uning uchun namunali loyiha bo'lishi kerak. Bitta proyekting guruhi bitta loyiha qilish kerak. Shu loyihaga hamma rioya qilish kerak. Men Samimga toilet stroy qilgan, toilet quradigan brigada yasagan. Hamma qilolmaydi. Yo'lda ham xuddi shunday. Uni tizimli qilmasak, zapravshik o'zini ixtiyoriga qilsak, bittasi 1 so'mlik toilet qiladi, bittasi 10 tiyinlik toilet qiladi. Bu ham bo'lmaydi. Bu masalaga sistemli yondashish kerak o'rtoqlar. Kim bo'lish Samarqandda? Keyin Samarqand namuna bo'lishi mumkin. Buxoroga, Xivaga, boshqasi. Hozir qilayotgan ishimiz bu chala o'rtoqlar. Mana shu gapingizni quvvatlagan bitta narsa. Shunday holatlar bo'ladi. O'sha tumanlarda ham hokimlarni
o'sha nima ixtiyorda qiladigan erkin hozir mablag'lar bo'ladi, ular shu qayerga ishlatishni o'zlari ham bilmaydi. Mana shu taklifni bizlar kiritishimiz kerak-da. Mana shu 2021-yilda bitta holat bo'lganda shu prezidentimiz tashrif buyurib yig'ilish qilganlarida bitta masalan shu tibbiyotdan nima pulli, nima pulsiz hamma hokimlarga savollarni berdilar. Keyin men so'zga yozilganim yo'q, men o'zlari ko'p chiqardilar. Balkim hokimlar bu savollarni berganda senzura bo'lishi mumkin edi. Lekin men chiqarim uchun bitta so'rab qoldim, men ochiqni aytdim. Aholi jonboshiga ajratiladigan mablag' o'sha tibbiyot yo'nalishida 4700 so'm bir kishiga bir yilga ajratildi-da, bu birlamchi nimada, bu to'g'ri. 4700 so'm qarang, nechta shpris beradi? Ikkita shpris beradi bersa. Shu bilan chegaradan keyin uni men ilgariroq uni ichiga kirib, o'zim Ishxon tumanining o'zida 2 milliard mablag' topib, 2 milliard mablag' har chorakda 500 milliondan agar sarflanadigan bo'lsa, demak 4 chorakka 15 ming so'mdan to'g'ri keldi o'shanda, 15 ming so'mdan. Aholi jon boshiga birlamchi nima uchun. Keyin shuni prezidentga aytdim, men avval sizdan so'ramoqchi emasman, lekin men mana shunday qildim deganimdan keyin mana dadlarda topshiriq berdilar. Shu yil o'zida birdaniga 15 mingga ko'tarildi. Respublika bo'yicha hammasi. Men aytmoqchimanki, mana shu masalani ham biz to'xtatib qilsak-da, buni prezidentimiz kelganlarida shunday katta muammomiz bor. Bu biz haligi turistlar oqimi eng katta bo'lgan hududimiz. Bizlarga mana shu masalada yordam kerak deb aytishsak, prezidentimiz ko'kramizda aytolmaydilar. Bunun için bize verdi. Bizlar tayyorlanishimiz kerak. Yaxshi hujjat tayyorlashimiz. Yaxshi hujjat tayyorlashimiz kerak. Asosida yaxshi hujjat tayyorlashimiz. Endi hozir buni qancha cho'zsak ham, nima qilsak ham, to'g'risi endi haligi bu kishiga savol bersak ham, endi bu kishini qiynaymiz. Lekin hozir bitta ish qilaylikda, shu bir komissiya bo'lsin, mana o'sha kechagi doimiy komissiyaning yig'ilishida qatnashganlar amalga oshirishdan keyin olimlarimiz bor, mana tibbiyot aynan mana shu sohada haligi nima deydi, ishlab, ko'p yil ishlab, haligi armon bilan ketib qolmaydi deb yurganlar bor. O'shalarni ham taklif qilgan holda bitta yaxshi bir dastur tayyorlaylik, tasdiqlaylik. Kerak joylarga hammasiga beraveraylik. Mayli. Axir balkim prezidentimiz bilan mechiladi bo'lmasa. Ne qilsak to'g'ri bo'ladimi? Yaxshi, men ichimdagi og'riqni nuqtani mana shu moliya boshqarmasi orttirilgan byudjetdan orttirilgan mablag'ni hammasini ro'yxatini olib kelib, biz faqat tasdiqlab beramiz. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, bular orttirilgan mablag'ni deputatlarga havola qilsadagi eng og'riqli nuqtamizga bizlar aytishimiz kerak. Bular keladi, hamma narsani qilib biz даже xabarimiz bo'lmaydi. Deputatlarimiz ichiga kirmaydi, ona shunday qo'ltiqlar tasdiqlayveramiz. To'rtinchi masala shunday, shuning uchun prezidentimiz mana shu bizlarni dardimizni o'ylab shu nima deydi, deputatlarga ixtiyorlagan mablag' bermoqchi. Men bitta narsadan qo'rqib turibmanki, bu moliyachilarki mana shu mablag'larni maniga beringlar, iltimos bizlarga yetmayapti deb qolmasa. O'shandagina bizlar borki, qo'limizdagi mablag'ga egalik qilib, ana shunday bir og'riqli masalalarga ishlatishimiz mumkin-da. Xalq deputatlari viloyat kengashining fan ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlari inobatga olinib, mazkur masala yuzasidan xalq deputatlari viloyat kengashining tegishli qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu sessiya muhokamasiga kiritildi. Rahmat. Qaror qismiga qo'shimchalar, agar takliflaringiz bo'lsa yozmalarga beriladi. İşçi guruh dastur tuzishi kerak. Bu dastur bo'yicha navbatdagi sessiyalardan birida ma'ruza bo'lishi kerak. Tasdiqlanishi kerak. Shunaqa bir jiddiy munosabatda bo'ladi. Demak, mana shu mulohazalarni navbatkordan holda shu matbuot saytlarida
ma'qullansın degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlar. Qarshılar, sentrallar, birozdan tasdiqlandi. Rahmat, endi bu yerda borku. Eng haligi birinchi manfaatdor siz bo'lasiz bu yerda. Shuni unutmangda, shuni siz ishlang. Endi to'nda issiqni kiygan bilan bitta siz chidasiz. Takliflarni siz agar bizlarga juda qulay qilib bersangiz, biz ham qulay qilib yetkazamizda. Harakat qilamiz o'sha takliflar berishga, o'sha sizlarning vadolarlaringiz bilan mana shu dolzarb muammo, ya'ni og'riq nuqtamizda yechishga, masalani yechishga yordam bersangiz minnatdor bo'laman. Bu masalaga berishingiz bog'liq. İşte siz yürürsünüz de Ama gün tartibidagi ikinci masala jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarini olib qo'yilishiga ruxsat berish to'g'risida. Shu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun so'z yer uchastkalarini olib qo'yilishi va kompensatsiya berish ishlarini muvofiqlashtirish shubasi mudiri Qudratov Navruz Abdullayevga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Mazkur masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 10-iyundagi Samarqand viloyatida kongress rivojlantirish va aholi darajasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilingan. Mazkur qarorda Samarqand shahrining Imom Buxoriy yodgorlik majmuasini hududida obodonlashtirish ishlarini jadallashtirishga topshiriq berilgan. Mazkur masala o'rganilganda bugungi kunda o'sha majmua hududida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borilayotganligi va o'sha hududga chegaradosh bo'lgan shahar kollektori bor. O'sha kollektor hududida joylashgan o'sha eski arxiv talablariga javob bermaydigan 125 ta turar naturali obyektlar muhtojlarida yer to'shqalarni jamoat ehtiyojlariga qo'yish masalalari yuzaga kelmoqda. Mazkur masala o'tgan safargi kengash yig'ilishimizda ko'rib, ochiq muhokama ruxsat berilgandi. O'sha kengash yig'ilishidan keyin fuqarolarga ochiq muhokama o'tkazildi, hamda fuqarolar yig'ib, yordamchi amalga oshiriladigan rejalar hududda tushuntirib berildi, shtablar tashkil etildi. Bugungi kunda fuqarolarimiz ochiq muhokamaga o'tkazilib, hammasi rozi. Mazkur masala bo'yicha o'sha jamoat ehtiyojlarini olib qo'yishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yer uchastkalariga kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-tamoyillari to'g'risida qonun bo'yicha qat'iy rioya qilingan holda amalga oshirilmoqda. Asosiysi o'sha mablag'larimiz bor, fuqarolarga berilish va kompensatsiya berilish bilan bog'liq bo'lgan, fuqarolarning hammasi rozi. Yuqorida inobatga olib, mazkur masalani qo'llab-quvvatlab berishni so'rayman. Deputatlar kimga savollar bor? Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini eshitish uchun so'z xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalasi bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Sulton Qayumovich kerak. Hurmatli o'rtoqlar, bu masalani o'tgan kuni biz batafsil doimiy komissiyada ko'rib chiqdik. Haqiqatan bular Navruz aytganiday borib xalq bilan kelishilgan, gapirishgan, ular tushuntirib berishgan, ular hammalari rozi. Hozir faqat endi bizlar bu qaror loyihasini tasdiqlab bersak ekan, bunga ular pul chiqarishadi, boshqa bo'ladi va tezroq al-Motor deb majmuasidagi obodonlashtirish ishlariga tezroq kirishib ketamiz. Shuning uchun shu qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Ma'qul deganlar tasdiqlab bersangiz. Deputatlar qarshi hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 3-masala o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarni hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etishdir. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasini o'qib eshitish uchun xalq deputatlari viloyat kengashining korrupsiya qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisining o'rinbosari Bobakova Inobat Guliyeva.
Assalomu alaykum, hurmatli rais sekretarishim, hurmatli senatorlar, deputatlar, yig'ilishlar. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida masala joriy yilning 24-iyul kuni Xalq deputatlari viloyat kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida batafsil ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya majlisida viloyat bo'yicha jami 300 nafar fuqarolarning yer uchastkalari hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlari e'tirof etishi maqsadga muvofiq deb topildi. O'z navbatida Xalq deputatlari viloyat kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlari inobatga olinib, ushbu masala bo'yicha Xalq deputatlari viloyat kengashining qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu sessiya muhokamasiga kiritildi. Rahmat. Mas'ul masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga amaliyotga tarqatilgan, bildirgan fikr va mulohazalar hamda takliflarni qo'shgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul degan taklifni qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib betaraflar qarshilar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlanadi. Hurmatli deputatlar, kun tartibiga 4-masala viloyat mahalliy byudjetining 26-yil 1-yanvar holatda shakllangan erkin qoldiq mablag'laridan foydalanish to'g'risida Farg'on oilaga qo'llaymiz. Gapingizni avval tarqatadi, keyin bizlar ovoz beramiz. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun so'z viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining boshlig'i o'rinbosari Oqbo'tayev Oybek Xolmurodovga beriladi. Marhamat, Oybek Xolmurodov. Qaror tizimiga shu ba'zi mablag'larni ba'zi yo'nalishlarga amaliyot bo'yicha taklif kiritilgan. 10 kun, 13 kun tartibi, 13 kun yer qaror tizimida turib muhokama o'tkazilgan. Havola qilyapsizlarga 2,972 million so'm mablag'. Ushbu yo'nalishlar Shinli zamonaviy ishbilarmon markazini ish haqini saqlash uchun 355 million so'm. Ba'zi bir tadbirlarga shu shaharimizda obodonlashtirish masalasida obodonlashtirish departamentiga mineral va dori vositalari bundan kerakli anjomlar sotib olish uchun 1,177, yana obodonlashtirish departamentiga sitiga borish tomonda agar e'tibor qilsalaringiz mosdan tushib ikki tomoni svetlari yo'q, shu suv ko'p ketishi ba'zi nuqtai nazardan bo'lganda shuning uchun 843 million so'm. Injiniring kompaniyasiga 502 million so'm ekologik turizm hamda viloyat respublika tomonidan viloyat ishtirokida olgan tadbirlar uchun nazoratning vositalariga 80 million so'm mablag' ajratilganda shu muhokamadan o'tkazilgan qaror qabul taklif bor edi. Kimga savol bo'lmagan? Va bitta taklifim bor edi. Boya iltirofa juda to'g'ri aytdi. Viloyat byudjetini istifoda etish viloyat kengashining deputatlarini ixtiyorida qo'yish. Shuning uchun bundan keyin mana shunaqa biz juda yaxshi tushunamiz, bu ehtiyojlar uchun hammasiga biz tasdiqlab beramiz buni. Bu kerak bu viloyat. Lekin endi bundan keyin qancha byudjetda ortiqcha mablag' bo'ladi, qancha narsa ortib qoladi, shunaqa sal oldinroq bizga axborot bersangiz. Biz mana shunday viloyatimizda eng muhim joylarga kerak bo'ladigan masalalarni mana shu yerda ko'rib chiqib, tasdiqlab, pulini ajratib, hal qilib berish bu bizning zimmamiz. Va shundan keyin nazoratini olib borish ham bizning zimmamizda bo'lishi kerak. Shuning uchun sizdan iltimos, bundan keyin qancha mablag' ortib qolyapti, ertaroq bizga xabar bersangizda, keyin yana qo'shimcha o'zingiz masalalarni ham kiritishingiz mumkin. Menda shunday taklif qilaman. Yana kimga savol? Bu o'sha qonun shunday. Amalda ishlasin. Amalda ishlasin. Yana kimda savol bor?
Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasini o'zlashtirish uchun so'z Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Ahtamov Akbar Ahtamovga beriladi. Marhamat, Akbar Ahtamov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishtirokchilari. Belgilangan tartib bo'yicha viloyat mahalliy byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatidagi shakllangan erkin qoldiq mablag'laridan foydalanish to'g'risidagi masala joriy yilning 25-iyul kuni Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida batafsil ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya majlisida ushbu masala viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Burxonovning 26-yil 12-iyundagi murojaati, viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasining xulosalari, viloyat boshqarma va tashkilotlarining murojaatlariga asosan viloyat mahalliy byudjetining 2026 yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 2 milliard 959 million so'm mablag' ajratilishi maqsadga muvofiq deb topildi. O'z navbatida Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlari inobatga olinib, ushbu masala bo'yicha Xalq deputatlari viloyat kengashining qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu sessiya muhokamaga kiritildi. Ma'qullashlaringizni so'raymiz. Rahmat. Ushbu masala bo'yicha sizlarga ma'lumotlar tarqatilgan. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib qabul qilishlarini so'raymiz. Qarshilar bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, bu tartibdagi 5-masala Kattaqo'rg'on tumani Melixo'ja mahallasi hududida elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoat zonasi tashkil etish to'g'risida. Ushbu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun so'z Samarqand viloyat sanoat zonalari boshqarish direksiyasi direktori Habibullayev Dilshod Ismoilovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar, hurmatli ishtirokchilar. Kun tartibidagi masala bo'yicha fikrlarni ma'lum qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 18-9 mart kunlari Samarqand viloyatiga tashrifi davomida hamda Narpay tumanida o'tkazilgan yig'ilishda berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, joriy yilning 9-iyun kuni 27-sonda topshiriqlar bayoni imzolangan. Mazkur topshiriqlar bayonida Kattaqo'rg'on tumanida 20 gektar yer maydonida yuqori qo'shilgan qiymatli elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan sanoat zonasini tashkil etish masalasi qo'yilgandi. Shu topshiriqni ijrosi yuzasidan bizlar Kattaqo'rg'on tumani hokimligi bilan birgalikda o'sha yerlarni borib o'rganib, ikkita konturdan yerlarni aniqladik, ya'ni tadbirkorlik qilish uchun qulay bo'lgan ikkita konturda yerlarni aniqlab, o'sha hozirgi vaqtda ushbu yerlar Kattaqo'rg'on tuman hokimligi balansida toifalar o'zgargan, ya'ni sanoat toifasiga o'tkazilgan. Mana shu yerlarni aniqladik. Melixo'ja mahallasida joylashgan ikkita kontur ham bir-biriga juda yaqin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2019-martdagi kichik sanoat zonalari to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 134-sonli qarorga asosan kichik sanoat zonalarini tashkil etish va tugatish vakolati o'sha joylardagi xalq deputatlari kengashlariga berilganligini inobatga olib, mazkur sanoat zonasini tashkil etish bo'yicha taklifni ma'qullashlarni Rahmat. Hurmatli deputatlar, kimga savollar bor? Savollar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha doimiy komissiya xulosasini o'qib berish uchun so'z Xalq deputatlari kengashi mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi yana Ahtamov Akbar Ahtamovga beriladi.
Ushbu masala ham kuni kecha doimiy komissiyada batafsil ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya majlisida O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligining 2026-yil 19-iyundagi tegishli xati, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2026-yil 9-iyundagi 27-sonli bayonining 16-bandiga asosan Kattaqo'rg'on tumani Meliqo'ja mahallasi hududi 617 va 936 konturdagi tuman hokimligi tasarrufidagi bo'sh turgan 20 gektar qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonida yangi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchi sanoat zonasini tashkil etilishiga rozilik berish to'g'risida xulosalar berilgan. Yuqoridagilarni inobatga olib, Kattaqo'rg'on tumani Meliqo'ja mahallasida 617 va 936 konturdagi tuman hokimligi tasarrufidagi bo'sh turgan 20 gektar yer maydonida yangi elektrotexnika masalalari ishlab chiqaruvchi sanoat zonasini tashkil etilishi taklifi tasdiqlash maqsadga muvofiq deb topildi. O'z navbatida Xalq deputatlari viloyat kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlarini inobatga olib, ushbu masala bo'yicha Xalq deputatlari viloyat kengashining qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu sessiya muhokamasiga kiritilgan. Ma'qullab berishlaringiz so'raladi. Rahmat. Ushbu masalalar ham doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan va ma'lumotlar sizlarga tarqatilgan. Qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul degan deputatlarimiz olib kelishadi. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 6-masala Samarqand viloyatida festivallar, tomosha, konsert va yirik ommaviy tadbirlarni tizimli tashkil etish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida. Shu masala bo'yicha qisqacha tushuntirib berish uchun so'z viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Umarov Alixon Habibovichga beriladi. Marhamat, Alixon. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, albatta har yili viloyatimizda o'sha viloyat bo'yicha o'tkaziladigan madaniy ommaviy tadbirlarni sessiyaga qo'yiladi va tasdiqlab beriladi. Men bugun bir narsani aytmoqchimanki, yaqindagina prezidentimizning 2026-yil 2-iyunda chiqarilgan 103-farmoni bilan respublikadagi madaniyat san'at tarixida hali bo'lmagan juda katta vazifalar belgilandi. Shu vazifalar qatori viloyatlarda, 3 ta viloyatda Samarqand, Toshkent va Namangan viloyatlarida madaniy ommaviy tadbirlarni o'tkazish bo'yicha viloyat hokimligi qoshida direksiya tashkil etish to'g'risida prezident farmoni berildi. Bugun mana kun kecha o'sha farmon bo'yicha Samarqand viloyat hokimligi qoshida ommaviy tadbirlarni o'tkazish direksiyasi ustavi va uni qabul qilish bo'yicha viloyat hokimining qaror loyihasi tayyorlandi. Shu qaror loyihasiga asosan viloyatimizda o'tkaziladigan tadbirlar rejasi va o'sha direksiya rahbarligida o'tkazilishi aniqlandi. Bugun bitta narsani aytmoqchimanki, mana bu qo'llaringizdagi madaniy ommaviy tadbirlar viloyat madaniyat ishlar boshqarmasini qiladigan ishlarining 3dan biri hisoblanadi. Chunki bu yerda o'tkaziladigan ommaviy tadbirlardan viloyatga keladigan viloyat hokimligi tadbirlari, qolaversa tashkilotlarni nomini belgilash tadbirlari, qolaversa boshqa tadbirlar birga kiritilmaydi. Lekin shunga qaramasdan shu viloyatimizda o'tkazilgan eng katta tadbirlar kiritilgan va o'ylaymanki buni tasdiqlab bersalarimiz mana shu tadbirlar asosida biz ishni olib boryapmiz va bundan keyin ham olib borishga va'da qilamiz. Rahmat. Savollar bormi? Marhamat. Men dasturda Qo'shrabot qismiga bitta qo'shimcha qo'shishni so'rayman. Buni kiritib qo'ying, обязательно 2 yildan beri katta muammo bo'lyapti. Qo'shrabot tumani Zarmitan mahalla fuqarolar yig'ini Zarkent shaharchasida Zarkent sport o'yingohi. Bu yerda 5 mingdan ziyod Navoiy kontorganlar xodimlar ishlaydi.
Qo'shrabot markazidan 20 kilometr uzoqlikda joylashgandan keyin uyli o'sha joyda har yili Yangi yil, Navro'z hamma bayramni o'tkaziladi. Bayramni o'tkazishga kelayotgan paytda bu dasturga kiritilmagan deb turib o'sha huquqni himoya qiluvchi organlar boshqa nomlardan o'sha konkretno bayram o'tkazishga qarshilik qo'ygan. Lekin mana shu 5000 tonnani tuman markaziga olib borishlar yo'q. Har safar Adnanazov bir martalik bilan ruxsat olish bo'lyapti. Lekin bu narsa bu korxona yillar davomida ishlaydi, 5000 tonna yillar davomida ishlaydi, bayramda tashkil etiladi. Mana shunaqa narsalar o'tkazilgandan keyin so'raydi. Masalan, Jo'shqor 60 km o'tkazilishi. Lekin bu kiritilmaydi. Har yili ham o'tkazamiz. Shuning uchun men hozir mana protokolga kirishni so'rayman. Mana shu Zarbekanda zarur shartchasini shu tartibga kirishni so'rayman. Bundan tashqari ham bitta ikkita vakillar qolib ketgan, ular o'sha tashkilotlarda ixtiyorida bo'lgan bayram o'tkazish joylari bo'lgan. Lekin bizni sistemamizga oid bo'lgan barcha mana shu konsert yoki tashkiliy tadbir o'tkazish imkoniyatlari hammasi qamrab olingan. Lekin o'ylayman bu to'g'ri gap ekan. Chunki u o'sha kombinatiga qaraydi, ba'zida muammolar bo'lib turibdi. Bitta tadbir qilamiz desak, albatta ular davoidan ruxsat olishgan. Haligi qiladi, muammolar o'zimizda bo'lgan. Agar bunga kiritsak, reklamaga qarang. Rahmat. Bu ma'lumotlar hamma tarqatilgan. Valifon Habibovga savol bor bizning o'rtamizda. Marhamat. İştihar tumani Ko'tba mahallasidanman. Biz Ko'tba mahallasida na sport, na bir madaniy dam olish ya bir mashina tadbirlar o'tkazadigan joy sharoiti yo'q. Qishloqda bir uylar bo'lgan, oldin patxonalar bo'lgan, garajlar bo'lgan, hammasini oldin uy qilib olgan. Hozir aholi yuqoriga chiqyapti, boshqa qilyapti. Hatto bitta stadion bo'lsa qishloqda, shu mahallada. Madaniyatga javob. Madaniyat shu bu faqat sport deganmi? Tushunmayapsiz. Tegishli bo'lsin, temadan chiqmaydi. Mana shu bayram nimalarni qayerda o'tkazadi qishloq? Mahalla. Sportdan tashqari mana shu. Bu kishi qurilishda ishlamaydi. Bu kishiga tegishli emas. Yo, joy yo'q, joyini bir joyda ishlantirmaydi. Shu dasturlar tasdiqlanyapti hozir. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini o'qib eshitish uchun so'z Xalq deputatlari viloyat kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi o'rinbosari Yarashev tumanlik safarlashga berildi. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Masala ro'yxat, chora-tadbirlar ro'yxati bo'yicha komissiyada ko'rib chiqildi. Belgilangan tartib bo'yicha Samarqand viloyatida festivallar, tomosha, konsert va yirik ommaviy tadbirlarni tizimli tashkil etish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risidagi masala 24-kunda ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar to'g'risida 2026 yildagi 103 son farmon ijrosi ta'minlashanda Samarqand viloyatida festivallar, tomosha, konsert va yirik ommaviy tadbirlarni tizimli tashkil etish orqali viloyatning turistik jozibadorligini yanada oshirish belgilangan. Yuqoridagilarni inobatga olib, Samarqand viloyatida festivallar, tomosha, konsert va yirik ommaviy tadbirlarni tizimli tashkil etish chora-tadbirlarini tasdiqlash maqsadga muvofiq topildi. O'z navbatda Xalq deputatlari viloyat kengashining yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlarini inobatga olib, deputatlarning takliflarini inobatga olib, ushbu masala bo'yicha Xalq deputatlari viloyat kengashining qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu sessiya muhokamasiga kiritildi. Rahmat. Mas'ul masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarni qo'shgan holda qaror loyihasini tasdiqlasa ma'qulmi? Ma'qul degan deputatlarimiz qarshilar, deputatlar yo'q, bir ovozdan tasdiqlanadi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi 7-masala. Samarqand viloyat hokimligi boshqaruv apparatining yangilangan tashkiliy tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida mas'ul masala doimiy komissiyaga muhokama qilingan. Qaror loyihasi sizlarga tasdiqlangan. Qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qul degan deputatlar ovoz bersangiz. Qarshilar yo'q, deputatlar bir ovozdan tasdiqlanadi.
hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari, ushbu sessiya doir tartibidagi barcha masalalar ko'rib chiqilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiyaga doir kun tartibidagi masalalar muhokamasi to'g'risida sessiya kotibi 40-ulus saylov okrugidan xalq deputatlari viloyat kengashi deputat Murodov Ambarxon inoyatovичga Assalomu alaykum hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli rais o'qituvchi. Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashi 2026-yil bo'lib o'tgan navbatdagi 7-chaqiriq 302-sessiyasi belgilangan reglament asosida Samarqandda tashkil etildi. Sessiya viloyat kengashi 8 nafar deputatdan 48 nafar ishtirok etdi. 10 nafar esa uzlusiz sabablarga qatnashmadi. Sessiya kun tartibidagi jami 7 ta masala kiritilib, barchasi batafsil muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Jumladan, birinchi masala ijtimoiy soha muassasalari, umumiy ovqatlanish shoxobchalari va viloyatlararo avtomobil yo'llari bo'yidagi jamoat hojatxonalarining sanitariya gigiyena tizimini yaxshi ishlash chora-tadbirlari to'g'risida qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi Samarqand viloyat boshqarmasi boshlig'i hisoboti haqida. Ikkinchi masala jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasini olib qo'yishga ruxsat berish to'g'risida. Uchinchi masala boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida. To'rtinchi masala viloyat mahalliy byudjeti 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qolgan mablag'lardan foydalanish to'g'risida. Beshinchi Kattaqo'rg'on tumani Melixo'ja mahallasi hududida elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sanoat zonasi tashkil etish to'g'risida. Oltinchi Samarqand viloyatida festivallar, tomosha, konsert va yirik ommaviy tadbirlarni tizimini tashkil etish chora-tadbirlar tasdiqlash to'g'risida. 7. Samarqand viloyati hokimligi boshqaruv apparati yangilangan tashkilot tuzilmasini tasdiqlash to'g'risida. Shu bilan xalq deputatlari viloyat kengashining 3-sessiyasi kun tartibidagi barcha masalalar to'liq muhokama etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyada masalalar ko'rib chiqildi va mehmonimiz bugungi sessiyada Oliy Majlis Senati a'zosi, Samarqand viloyatida biriktirilgan Senatning mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdullayev Bahrom Ismoilovich ishtirokida so'zni mehmonga bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari. Haqiqatda Senatdan har bitta viloyatlar havolandilar. Bir nafar senator mas'ul viloyatlarga kelgan shu. Bundan mana shu Samarqand viloyatiga mas'ulan mana qariyb 1,5 yildan oshdi mana shu Samarqand viloyatiga kelib, Samarqand viloyatida bo'lishayotgan mana shu bunyodkorlik ishlari ham xuddi shunday bu yerda kamchiliklar, aholi murojaatlar mana shular bilan tanishib xuddi shunday Senatning yarmi majlisda ko'rgan qonun qabul qilingan qonunlar ko'rgan masalalarni mazmun mohiyatlarini mana shudagi mahalliy kengashlarda tushuntirish ishlari olib boramiz. Shu jumladan mana bugungi tashrifimizdan mana shu sizlarni sessiyaga to'g'ri keldi. Muqaddas Senatning keyingi 16-yil majlisda qabul qilingan qonunlar va ko'rgan masalalarni mazmun mohiyatini sizlarga tushuntirib o'tishni lozim ko'rdim. Endi xuddi shu ishlarni o'z navbatida borib o'zlaringizda hududlarimizda o'zlaringizda tumanlaringizda mana shu qabul qilingan qonunlardan mazmun mohiyatini albatta har bir qonun qabul qilingan qonun bu xalqimizga xizmat qilishi, xalqimizni bir rivojlanishiga ravnaqliga hissa qo'shishi. Bu qabul qilingan qonunlar Senat tomonidan, davlatimiz tomonidan, hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilgan ishlar, amalga oshirilgan ishlar xalqqa xizmat qilishi, xalq uchun ekanligini albatta shu xalqqa tushuntirishimizda bu xalqqa yetib borish kerak. Shu ma'noda shu maqsadda bu tashrif mana shu qonun mazmun mohiyatini bizga tushuntirib o'taman. Endi ba'zi sizlarni yuqorida mana ko'rib o'tgan masalalarga mana qisqa o'zimni fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Albatta qonunlar ko'p qabul qilinib turibdi. Qonunlar juda ko'p o'zgarish bor. Savol tug'iladi. Bundan 3 yil oldingi qabul qilingan qonun yana nima kerak borligi bo'ladi. Chunki davr o'zgaryapti. Respublikamiz rivojlanib boryapti. Har bir qabul qilingan qonunda qaysidir bir bölümü qaysidir eskiryapti.
mən də yenilik, kirişlik, bunun ihtiyaç seziyədir. Mənə şu maqsadda kanunlarda bizə özgərişlər, bizə yeni kanunların qabılış əməlli aşılmaqdır. Şimdi yukarıda ayırken, mesela bilirken muhakemeliğe sebep oldu, hakikaten ağır günümüzde gibi muhakemelerine muammalı meselelerden birisine koydum. Çünkü Respublikamızda birinchi navbatda turizm rivojlanishga ketyapti. Hurmatli prezidentimiz ham aytib o'tdi, o'tgan yili bir yilda 12 millionga yaqin turist kelgan O'zbekistonga. Hali iç turizmdan tashqari turizm. Endi men aminman shu 50 kamida 50% Samarqandga kelgan. Hakikaten yaxshi ishlar ko'p, juda ham yaxshi ishlar ko'p. Endi men sizlar bevosita shu yerda sizlar ko'zingiz ko'p narsa ko'rganga men tashqaridan kelgan bir inson sifatida aytaman, yaxshi ishlar juda ko'p. Lekin yaxshi ish 100 ta bo'lsa ham, yaxshi ish oz, bitta bo'lsa ham yomon narsa, bir tabiiylikni qira qiladigan narsa ko'p. Bitta bo'lsa ham. Haqiqatan shunday nimalar bor. Endi mana kalamushlar yurtda bayapti, bitta yarimta bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda hozir ombudsman deyapmiz, boshqa deyapmiz, bu yerga o'rtalar ombudsmandan hech kerak yo'q. Har bir deputatni saylangan hududi bor, shu saylangan hududdagi ovqatlanish nima deymiz? Ovqatlanish joyi, kafe, boshqa bor, shu yerda tadbirkorga chaqirib Ağayını mana şu yerine bir tollab koyun, başka kalında bir iki gerçek gerek olsa bularını tedbirkarların buradan alakadar bir sesiye teşkil var meseleleri farklı bir ayıp yüksek. Elbette ben Valiman bunu emelge başladı, kılada Valiman. Bu düşünün kelemişler yapacağım, kelemiş üyen olsa ses var, şöyle bir darlap vereyinize bu ambuzmanlığa hiçbir ihtiyaç yok. Hiç şeyim yok demek, nerede darlar? Candır tedbirkar bu kabukları. Şu hükümette deputatlar bütün dünyanın nezarı Samarkand'da. Şimdi başka vilayete kapılmasın diyeyim, Santrayan bile Samarkand'dan namlu alışır, Samarkand'da bir yenişir. Geçsemez Samarkand, adli vilayetimiz, bekardan bekar olduğu vakıttan vakit yenemez mi Samarkand? Saykalı Roy zemine sınıfı, Roy zemini saykalı. Çünkü her bir sahada, her bir faaliyette Samarkand namuna oluşacak olayım ben. Şimdi hürmetli deputatlar, mana shu keyingi majlisda mana yalpi majlisda qabul qilingan qonunlarni muvaffaqiyat qilib kısaca aytib o'taman sizlarga. 2016 yil 13 iyun kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisda senatorlar tomonidan 9 ta masala, shundan 6 ta qonun foydalanildi. Jamiyat taraqqiyoti, mamlakat rivoji, qonun ustuvorligi bilan kafolatlanadi. Har qanday global sur'atda, har qanday vaziyatda inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, yosh avlod ta'lim darbiyasiga yanada jiddiy e'tibor qaratish muhim vazifalar sanaladi. Oliy Majlis Senatining 16 yalpi majlisida ushbu yo'nalishlarning huquqiy asosini takomillashtirishga oid bir qator qonunlar senatlar tomonidan atroflicha ko'rib chiqildi hamda qizg'in fikr mulohazalar bildirildi. Oliy Majlis Senatining 16 yalpi majlisi sud hokimiyati organlari faoliyatini moliyalashtirish to'g'risidagi qonunning muhokamasidan boshladi. Ta'kidlagandek, ushbu qonunning asosiy maqsadi sud hokimiyati organlari faoliyatini moliyalashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish hamda sudlarning davlat byudjeti mablag'lari hisobidan to'liq va mustaqil ravishda faoliyat yuritishini ta'minlashdan iborat. Hujjatlar sudlarni moliyalashtirish faqat davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi va byudjet loyihasini tayyorlashda sudlarning mustaqil ishtiroki qat'iy belgilab qo'yilmoqda. Endilikda byudjet kodeksida mamlakatda iqtisodiy vaziyat yoki byudjet taqchilligi ortishidan qat'iy nazar sudlar faoliyati uchun ajratiladigan mablag'larni qisqartirish ta'kidlanmoqda. Shuningdek, navbatdagi yil uchun ajratilgan mablag'lar hajmi o'tgan yildagidan kam bo'lmasligi chog'ar qilinmoqda. Yangi tartibga ko'ra Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud va Sudyalar Oliy kengashi ajratilgan mablag'larni o'zlari mustaqil ravishda tasarruf etadi. Quyi sudlar tizimi bo'yicha esa buni sudlar faoliyatini ta'minlash departamenti amalga oshiradi. Bundan tashqari, sudlar to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq endilikda har bir sud alohida bino qo'riqlash va avtotransport bilan ta'minlanadi. Senatlarning fikricha, mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlashi, sudyalarning va sud apparati xodimlarining moddiy va ijtimoiy ta'minotini yaxshilashga hamda yurtimizda odil sudlar sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarishga xizmat qiladi.
muhokama yakunida Senatlar qonunni ma'qulladi. Yaqin majlisda aholining shovqinning zararli ta'sirlaridan himoya qilish to'g'risidagi qonun ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlangandek, sanoat korxonalari soni oshishi, keng ko'lamli qurilishlar, shaharlarning kengayib borishi, transport vositalarining ko'payishi kabi omillar tufayli aholining maishiy hayotida shovqinning salbiy ta'siri ortib bormoqda. Amalda esa aholi salomatligi va osoyishtaligiga normal dam olishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi zararli shovqinlarga qarshi kurashish masalalarini kompleks tartibga soluvchi yagona huquqiy hujjat mavjud emas. Shovqinning zararli ta'siri me'yorlarini nazarda tutuvchi 7 ta sanitariya norma va qoida amal qilinadi. Qonunchilikda bu borada qat'iy talablar belgilanmagan. Natijada ushbu sanitariya norma va qoidalarga so'zsiz rioya etilishi ta'minlanmagan. Bundan tashqari, qonunchilikda inson salomatligi uchun zarar keltiruvchi va ruxsat etilgan darajadan yuqori bo'lgan shovqinlarni keltirib chiqarayotgan obyektlarni javobgarlikka tortish masalalari to'liq va aniq belgilanmagan. Shuningdek, davlat organlari jismoniy va yuridik shaxslarning zararli shovqinga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha vazifa va funksiyalari hamda javobgarligini aniq belgilash maqsadiga muvofiq zamonda. Ushbu qonun bilan aholining shovqinning zararli ta'sirlaridan himoya qilishning umumiy qoidalari, davlat organlarining ushbu sohadagi vakolatlari, aholining shovqinning zararli ta'sirlaridan himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar aniq belgilanmoqda. Shuningdek, fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzilgan shovqinlar, fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzishga yo'l qo'yilmaydigan vaqtlar oralig'i shovqinning zararli ta'siri uchun kompensatsiya to'lovlariga oid normalar nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, jismoniy va yuridik shaxslarning aholining shovqinning zararli ta'sirlaridan himoya qilish borasidagi huquqlari va majburiyatlari belgilanmoqda. So'zga chiqqanlar, qonunning qabul qilinishi aholining shovqinning zararli ta'sirlaridan himoya qilish munosabatlarini tartibga solishga xizmat qilishini ta'kidlab o'tdilar. Senatlar ushbu qonunni ham ma'qulladi. Yaqin majlisda Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun ko'rib chiqildi. Ta'kidlangandek, mazkur konstitutsiyaviy qonun mamlakatimizda institutsiyaviy muhitni yanada yaxshilash, xalqaro kapitalni jalb qilish hamda zamonaviy moliya infratuzilmasini shakllantirish uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunda Toshkent xalqaro moliya markazining huquqiy maqomi, uning faoliyatini tartibga soluvchi asosiy prinsiplar, boshqaruv tizimi, vakolatlari, shuningdek institutsional tuzilmasi belgilanmoqda. Shu bilan birga moliya markazi hududida investorlar uchun huquqiy barqarorlik va ishonchli sud himoyasini ta'minlashga qaratilgan normalar ham qonunda o'z aksini topgan. Senatlar moliya markazi ishtirokchilari uchun yaratilayotgan imkoniyatlarga ham alohida to'xtalib o'tdi. Jumladan, markaz ishtirokchilari va ularning xodimlariga xorijiy valyutada hisob-kitob qilish, chet ellik mutaxassislarni ishga qabul qilish, vizalar olishda soddalashtirilgan maxsus tartiblar bilan belgilanishi ko'zda tutilgan. Muhokama davomida qonunning ayrim normalarini yanada takomillashtirish bo'yicha ta'kidlar bildirildi. Xususan, Toshkent xalqaro tijorat sudlariga qo'yilayotgan talablarni qayta ko'rib chiqish, Toshkent xalqaro tijorat sudining har qanday xalqaro arbitrajga oid ishini, ma'muriy huquqiy nizolarni ko'rish hamda konstitutsiya va qonunlarga shart berish vakolatlarini aniqlashtirish kabi masalalarni qayta ko'rib chiqish lozimligiga e'tibor qaratildi. Senatlar fikricha, mazkur ta'kidlarni inobatga olgan holda ushbu qonunda yanada ishlash, investorlar huquqlarining ishonchli himoyasini ta'minlash hamda Toshkent xalqaro moliya markazining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Qizg'in muhokama natijasida konstitutsiyaviy qonunni takomillashtirish bo'yicha ta'kidlardan Qonunchilik palatasiga yuborish, senatlar va Qonunchilik palatasi deputatlaridan iborat kelishuv komissiyasini tuzish hamda manfaatdor davlat organlari va tashkilotlar vakillarini jalb qilgan holda uni qayta ishlash maqsadiga muvofiq degan xulosaga kelindi. Muhokama yakunida Senatning ushbu konstitutsiyaviy qonunni takomillashtirish yuzasidan qarori qabul qilindi. Shuningdek, yalpi majlis davomida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi.
ta'kidlangandek mamlakatimizda sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlash va fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq tahlillarga ko'ra, hamon sudlar faoliyatiga tashqaridan aralashish holatlari kuzatilmoqda. Yangi konstitutsiyaviy normalarni hayotga tatbiq etish maqsadida ishlab chiqilgan mazkur qonunda ikkita kodeksga o'zgartirishlar kiritilmoqda. Jumladan, jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar bilan sud ishlarini hal etishga aralashganlik uchun jinoiy javobgarlik choralarini aniqlashtirilmoqda. Shuningdek, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslar sud binosi tartibini buzish va sudga hurmatsizlik qilish bilan bog'liq harakatlar uchun ma'muriy javobgarlik choralari belgilanmoqda. Mazkur qonun avvalo Senat tomonidan qayta ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan ayrim masalalar mavjudligi sababli qonunchilik protsessiga qaytarilgan. Kelishuv komissiyasi doirasida ushbu e'tirozlar ko'rib chiqilib, qonun takomiliga yetkazildi. Qonunda faqat eng dolzarb masala sud mustaqilligini ta'minlovchi moddalar qoldirildi. Mazkur qonunning qabul qilinishi sudyalarning daxlsizligini ta'minlash, ularning faoliyatiga har qanday noqonuniy aralashuvlarning oldini olish va odil sudlov sifatini oshirishga xizmat qiladi. Senatlar qonuni ma'qulladi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga ov qilish va ovchilik xo'jaliklari faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan o'zgarish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun ko'rib chiqildi. Ta'kidlangandek, so'nggi yillarda mamlakatimizda ov qilish va ovchilar tayyorlash tartibini tizimlashtirish sohasidagi ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish, ovchilik xo'jaliklarida bioximiylikni ko'paytirish va undan oqilona foydalanish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ovchilik xo'jaliklarini tashkil etish uchun yer uchastkalarni yaratish, ov qilishni faqat belgilangan joylarda amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish, ovchilikka taalluqli hujjatlarni berish jarayonlarini raqamlashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qurol to'g'risidagi hamda ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Xususan, ov qilish va ovchilik xo'jaligi to'g'risidagi qonunda ovchilik guvohnomasi davlat xizmatlari orqali, ovchilik yo'llanmasi esa maxsus elektron dastur orqali berilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, ovchilik xo'jaliklarini tashkil etish uchun qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni hamda o'rmon yerlardan 10 gektargacha yer ovchilik bazalari uchun hamda 100 gektargacha yer pitomliklar barpo etish uchun investitsiyaviy hamda shartnomaviy majburiyatlar belgilangan holda elektron onlayn auksion orqali ijroga berilishi nazarda tutilmoqda. Eng muhimi, agar 2 yil muddat ichida yovvoyi hayvonlarni yetishtirish va takror ko'paytirish bo'yicha pitomliklar infratuzilmasi yoki takror ko'paytirish uchastkasi tashkil etilmasa, ijara shartnomasi bekor qilinishi belgilanmoqda. Bundan tashqari, ovchilik guvohnomalari va yo'llanmalarni berishga, yovvoyi hayvonlarni tutishga doir qoidalarni belgilash hamda taqsimlashning ilmiy asoslangan tartibini mustahkamlash nazarda tutilmoqda. Shuningdek, qonun ov qilishni faqat ovchilik xo'jaliklariga biriktirilgan joylarda, shuningdek, erkin ov qilish joylarida amalga oshirishni belgilashga, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda hamda o'rmon fondi yerlarda ovchilik xo'jaliklarini tashkil etish uchun yer uchastkalarini elektron onlayn auksion orqali ijara huquqi asosida ajratish tartibiga solish kiritilganligi bilan ham ahamiyatli. Muhokama jarayonida ta'kidlangandek, qonunning qabul qilinishi ovchilik sohasida yagona va shaffof huquqiy mexanizmlarni yaratishga, sohada nazoratni ko'paytirishga, yovvoyi hayvonlar resurslarini oqilona foydalanishni ta'minlashga hamda ovchilik xo'jaliklarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Senatlar qonuni ma'qulotlari. Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qonunning asosiy maqsadi jinoyat qonunligida mavjud bo'shliqlarni to'ldirish, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jazo choralarining qat'iyligini ta'minlash hamda xalqaro standartlarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilishdan iborat. Ushbu qonun bilan jinoyat kodeksi konseptual va prinsipial o'zgarishlar kiritilmoqda. Jumladan, kodeksning 8-bo'limiga korrupsiyaga oid jinoyatlar
degan yangi atama va ularning aniq ro'yxati kiritilib, terminologik chalkashliklarga barham berildi. Bundan tashqari, pora olish, pora berish va bu jarayonda vositachilik qilganlik uchun ham hukm qilingan shaxslarga nisbatan jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish institutini qo'llash taqiqlanmoqda. Shuningdek, sud amaliyotidagi ziddiyatlarni bartaraf etish maqsadida xizmat mavqeyidan foydalangan holda sodir etilganlik firibgarlik belgisi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismiga o'ta og'ir jinoyatlar toifasiga o'tkazildi va ushbu qilmish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga xususiy va nodavlat sektorda korrupsiyaning oldini olish maqsadida nodavlat tashkiloti xizmatchisini pora evaziga olib olish jinoyati uchun javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida qilmishining g'arazgo'ylik niyatlarida sodir etilishi jazoni og'irlashtiruvchi yangi kvalifikatsiya belgisi sifatida belgilanmoqda. Davlat boshqaruv tizimida pullar takrorlanishining oldini olish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi to'g'risidagi qonunga o'zgarish kiritildi va korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi joriy qilinishi ustida nazorat qilish vazifasi bekor qilindi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda esa davlat xaridlari va byudjet tizimidagi qonun buzilishlar uchun sanksiyalar kuchaytirildi. Senatorlarning mazkur qonunning hayotga tatbiq etilishi jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni mustahkamlashi hamda jinoyatlar uchun jazoning muqarrarligini ta'minlashga xizmat qildi. Senatlar qonunni ma'qulladi. Yalpi majlis davomida ipakchilikni rivojlantirish, pullarni yetishtirish va qayta ishlash samaradorligini oshirish, ozuqa bazasini yaxshilash hamda ushbu qonunning eksport salohiyatini mustahkamlash yuzasidan hukumatga parlament so'rovini yuborish masalasi ham ko'rib chiqildi. Qayd etilgandek, mamlakatimizda bu borada ham qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ipak yurti ozuqa bazasini mustahkamlash, pilla yetishtirish va qayta ishlash hajmini oshirish orqali 470 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratilgan. Fermer xo'jaliklari, dala chetlari, ariq zavod bo'ylasa, o'rmon xo'jaligi yerlarida 29,2 million tut yakka qator tut hujjatlari ekilgan. Joriy yilda 30,1 ming tonna pilla yetishtirish hamda eksport hajmini 120 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga yalpi majlisda 54 ming gektar tut zorlarini 15 ming gektardan ortig'i kesilgani, pilla parvarishda ilmiy asoslangan innovatsion texnologiyalar yetarli darajada joriy qilinmagani, mahsulot yetishtirishda zamonaviy bilim va ko'nikmalar yetishmasligi, qurt boqish xonalari sanitariya talablariga javob bermasligi, oziqlantirish va saqlash ishlari to'g'ri tashkil etilmagani, natijada hosildorlik pastgacha borayotgani kabi kamchiliklar tanqid qilindi. Bundan tashqari sohada ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktiv ishlanmalarni joriy qilish samarali tashkil qilinmagan mahalliy urug'lar ulushi pastligi natijasida urug'larni import qilish ehtiyoji saqlanib qolmoqda. Qo'shilgan qiymat zanjiri ham to'liq shakllanmagan. Buning natijasida mamlakatimizda yetishtirilayotgan pillaning atigi 30% ushbu qayta ishlanmoqda. Muhokama yakunida ipakchilikni rivojlantirishning ushbu dolzarb masalalari yuzasidan Senatning hukumatga parlament so'rovini yuborish to'g'risida qaror qabul qilindi. Shuningdek, Senatning 16-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2025-yildagi faoliyati yuzasidan hisobot eshitildi. Markaziy bank 2025-yildagi faoliyatda asosiy e'tiborni bank tizimining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlarini maqbullashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlarning salbiy ta'sirlarini yumshatish va banklar bardoshligini oshirish, bank xizmatlari va hisob-kitob operatsiyalariga kiber tahdidlar va firibgarliklarning oldini olish maqsadlariga qaratilgan. Bundan tashqari, aholining jambarish faolligini rag'batlantirish hamda o'rta muddat bolalar inflyatsiyani belgilangan target ko'rsatishga yetishishni ta'minlash maqsadlari ham nazarda tutilgan. Shuningdek, kredit siyosatining operatsion mexanizmini takomillashtirish, uning transmission kanalini yaxshilash, bank tizimi likvidligini samarali boshqarish va pul bozorida foiz stavkalari bozor mexanizmlari asosida shakllanishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan.
Bunun neticesinde yıl yakını boyunca inflasyon derecesi 2024 yıldaki 9,8%'dan 7,3% geçen baza bir inflasyon ise masrafta 7,3%'dan 5,7%'e mesela. Bu ise iktisadiyatda inflasyon jarayonları barqarorlaşarkenini gösterdi. Yıl yakınıga göre yalpi xalqaro zaxiralar hajmi 1,6 barobar ko'paydi. 66,3 milliard dollar teşkil etdi. Xalqaro zaxiralarni boshqarishda Markaziy bankning qimmatli qog'ozlar portfeli qiymati 1,5 milliard dollarga yetgan. Yil davomida aholi va tadbirkorlik subyektlarga 30 trillion so'mlik kredit mablag'lari kiritilgan. Muammoli kreditlar ulushi kredit portfelida 3%gacha pasaygan. Muammoli kreditlarning zaxiralar bilan qoplanishi darajasi 87%dan 94%gacha oshdi. Bu esa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlar uchun yetarli mablag'lar mavjudligini ko'rsatadi. E'tiborli jihati ushbu jarayonda banklarning moliyaviy barqarorlik ko'rsatishlariga ham portfel sifatiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, kapital yetarliligi yuksalishi 18,3%, likvidlikni qoplash me'yori 208%, sof barqaror moliyalashtirish me'yori 120% darajasida shakllangan. To'lov tizimlarining barqarorligi va infratuzilmani takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi naqd pulsiz to'lovlarning kengaytirishiga va to'lov tizimlariga tahdid solayotgan kiberhujum va firibgarlik holatlarini oldini olishga ko'mak beradi. Yaqin majlisda senatorlar tomonidan to'lov xizmatlari borasida tijorat banklari, to'lov tashkilotlari va to'lov tizimi operatorlari faoliyatini nazorat qilish mexanizmlarini takomillashtirish hamda bank va to'lov tizimlarida kiber xavfsizlikni ta'minlash, moliyaviy xizmatlar sohasida firibgarlikka qarshi kurash bo'yicha takliflar bildirildi. Muhokamadan so'ng Senatning ushbu takliflarini inobatga olmoqda tegishli qaror qabul qildi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-yalpi majlisi yakunlandi. Hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, mana Senatning mana shu keyingi ko'rgan qabul qilingan qonunlar, ko'rilgan masalalar shularga bor. Albatta bu qabul qilingan qonunlarni har bir yalpi majlisda qabul qilingan qonunlarni mana shu huquqlarni o'zlariga tegishli va o'zingiz qurollar qilishlarida o'zingiz saylovchilarga bo'lgan suhbatlarda shularni bilan muhokamaga yetkazilish mana shu tomonidan har bir qonun qabul qilish bo'yicha va har bir qonun xalqqa xizmat qilishi, xalqni bu istiqomatini, rivojini, yashashlarini yashash uchun albatta takliflar va bemalol senatga qanday takliflar bo'lsa kelib borasizlar. Bersangizlar, man xohlayman bersangizlar, man o'zim senatga takliflarni ketaman. Xalqimizga doimiy komissiya va masalan umid qilishlar. Albatta shu takliflarni senat bilan olib mutaxassislarga bir muhokama qilinadi. Ba'zilarini qonuniy yengiltish, qonun darajasida ba'zilarini shunday ahvollarni qabul qilish choralarini ko'radi. Savollar